Assalomu alaykum qadrli teletomoshabinlar. UzReport TVda ochig'ini aytganda tok shousining navbatdagi soni. Bugun biz barcha yurtdoshlarimizni o'ylantirishda davom etayotgan muhim bir masala, ya'ni barchamiz nafas olayotgan havoimizning sifati. Jahon banki ma'lumotlariga ko'ra, poytaxt havosini ifloslantiruvchi omillardan biri va ikkinchi o'rinda turuvchi 25% ko'rsatkich bilan bu transport. Birinchi o'rinda 28% ko'rsatkich bilan isitish sektori. Shularni inobatga olgan holda AI-Saxon markasidagi yonilg'i bekor qilinib, elektroavtomobillar ommalashtirilmoqda. Bugungi ko'rsatuvimizda aynan bu mavzuga to'xtalib o'tamiz. Bunda bizga 3 nafar yetakchi mutaxassislarimiz hamroh bo'lishadi. Ularni tanishtirib o'tsam. Nozimbek Nosirov, Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bosh mutaxassisi. Xush kelibsiz. Obidjon Ergashev, Atrof muhit va tabiatni muhofaza qilish texnologiyalari ilmiy tadqiqot instituti vakili hamda elektr energiyasi, neft mahsulotlari va gazdan foydalanishni nazorat qilish inspeksiyasi bosh mutaxassisi Azamjon Anorqulov. Barchangizni xush ko'rdik. Birinchi savolimiz, nega aynan transport Toshkent havosini ifloslantiruvchi eng muhim o'sha ikkinchi manba hisoblanadi? Jahon banki, Iqtisodiyot moliya vazirligi va Ekologiya va iqlim o'zgarishi milliy qo'mitasi bilan amalga oshirilgan tadqiqotda Toshkent shahridagi faqatgina PM2,5 zarralari bo'yicha tahlil olib borilgan va bunda birinchi navbatda 36% bilan tabiiy chang. Ya'ni Toshkent shahrida shakllanayotgan PM2,5 ifloslantiruvchi moddalarning 36% bevosita tabiiy chang natijasida sodir bo'ladi. Ikkinchisi bu qurilish 28%. Bu o'z navbatida shahardagi qurilish obyektlari sonining ko'pligi, olib borilayotgan qurilishlarning jadalligi natijasida PM2,5 nisbiy zarralarining 28% ulushi aynan qurilish sektoriga to'g'ri keladi. Uchinchi sektor bu transport, bu 16%. Ya'ni Toshkent shahrida PM2,5 moddalari uchun transportdan shakllanadigan 16% tashkil etadi. Og'ir va yengil sanoat 7% va 6%. Umumiy olganda sanoat 16% ni tashkil qiladi. Va shu bilan bir qatorda chiqindilarni yoqish bu 1% ni tashkil qiladi. Demak, birinchi navbatda Toshkent shahrida shakllanayotgan PM2,5 nisbiy zarralarining asosiy omili tabiiy chang va ikkinchi navbatda qurilish. Endi transportga to'xtaladigan bo'lsak, butun dunyo bo'yicha atmosferaga chiqariladigan ifloslantiruvchi moddalarning bitta PM2,5 emas, umuman transportdan chiqadigan azot dioksidi, oltingurt dioksidi, o'sha karbon dioksid, bularning hammasi umumiy transportda foydalanadigan yoqilg'idan chiqariladigan bo'lsa, bular butun dunyo miqyosida 60% ni tashkil qiladi. Ya'ni butun dunyoda atmosfera havosiga chiqarilayotgan ifloslantiruvchi moddalarning 60% avtotrans vositasida to'g'ri keladi. Endi Toshkent shahriga to'xtalamiz. Toshkent shahrida ro'yxatdan o'tgan trans vositalar soni 8 mingga yaqin va o'rtacha kuniga o'sha hududlardan 600 mingga yaqin trans vositalar kirib keladi. Va biz o'rtachasini olganimizda Toshkentda bir kunda 1 million harakat sodir bo'ladi. Ya'ni 1 million trans vositalari butun Toshkent shahri ichida harakatlanadi. Va ana shuning uchun ham Toshkent shahrida ifloslantiruvchi moddalarning 80% ga yaqini biz avtotrans vositalariga to'g'ri keladi deb hisoblaymiz. Ya'ni bu bizda qanaqa chiqib keladi? Demak, transport vositalari tashlamani hisoblashdan metodikalar bor. Biz aynan yoqilg'iga bog'liq holda hisoblaymiz. Ya'ni respublikada o'sha realizatsiya qilingan umumiy yoqilg'i hajmidan kelib chiqqan holda. Sanoat Toshkent shahrida asosan birinchi, ikkinchi toifaga kiruvchi sanoat korxonalari va shuning uchun ham Toshkent shahrida shahar o'zida shakllanadigan ifloslantiruvchi moddalarning sanoatdagi ulushi 20% atrofida deb baholanadi. Umumiy tashlanmalar bo'ladigan bo'lsa, chiqindi tashlanayotgan bo'lsa, o'shani hisobidan, tashlanmalarning hisobidan 80% ni tashkil etadi degan. Masalan, havo sifatini 80% ni transport emas, o'sha tashlanmalar bilan bog'lab hisoblash kerak bo'ladi. Transport ikkinchi o'rinda turibdi degani, har xil benzin turlarini yoqqanda ham yonish jarayonida 1 kilo benzinni yoqadigan bo'lsak, 1,6 kilogramdan 2,4 kilogramgacha mana shu kislorodlarni ishlatadi. Tashlanma qilib chiqazadi. 1 kilogram yonganda atmosferaga shuncha kilogram tashlanma tashlaydi. Dizelni yoqqanda undan ko'proq. Zarar qismini hisoblaydigan bo'lsak, 2,6 dan 3 kilogramgacha tashlanma tashlaydi. 1 kilogram yonganda. Misol qilib aytadigan bo'lsak, bir kishi ishga boradigan bo'lsa, 2-3 litr bilan kilogram orasida farq kam benzin sarflaydi. Endi hisoblang, har bir kishi ishxonaga boradigan bo'lsa, xuddi shunaqa kilogramda bitta avtomobil tashlanmani tashlab kelyapti atmosferaga. Hozir har xil turdagi benzinlar haqida gapirib o'tdingiz. O'zi umuman olganda AI-Saxon benzini 92 va o'sha 95 dan qay darajada farq qiladi? Bular oktan soni bilan farqlanadi. Bu degani yonish jarayoniga bog'liq degani. Saxon benzinida chala yonish, ya'ni to'liq yonmaslik 80% oktan 95 bo'ladigan bo'lsa,
o'sha 95% oktan soni yuqori, yonish jarayoni yaxshi degani. Shu bilan farqlanadi. Yonilg'ilarning har birida masalan zararli taraflari bor. Masalan, metan yonganda ham karbonat chiqazadi, uni havoni kislorodni kamaytiradi. Propan yonganda ham, ko'mir yonganda ham xuddi shunaqa. Bular kislorodni ishlatib tashlaydi. AI-80 rusumli yonilg'i nafaqat O'zbekistonda, chet elda ham ishlatiladi, to'g'rimi? Afg'oniston bilan O'zbekistonda qolgandi. AI-80. Qolgan davlatlar Davlatlar voz kechgan. Shu ekologiyaga yaxshi yonmasligi 92 va undan yuqori turdagi markalarga avtobenzinlar sifati yaxshi, lekin AI benzin o'sha ekologiyaga, atrof muhitga ko'proq ularga nisbatan ko'proq zarar keltirgani uchun, chiqindi miqdori ko'pligi uchun ancha oldin voz kechishgan. Bizda bo'lsa mana 2024-yildan beri AI-80 markali benzindan kechish yuzasidan ishlar olib borilyapti. Mana sentyabr oyida AI-80 markadagi avtobenzinni ishlatish to'xtatildi zavodlarda. Kechagina mana 343-sonli qarorlari bilan 1-dekabrdan AI-80 markadagi benzinni realizatsiya qilish ham oyoq ishlarda to'xtatildi. Mutaxassis sifatida aytishim mumkin, mana 26-noyabrdan 2-dekabrgacha bo'lgan o'sha tadbir bo'lib o'tdi. Muntazam ravishda mana shu oyoq ishlardan shu avtobenzinlarning sifati bo'yicha analizlar, tekshirishlar olib bordik. 200 ga yaqin oyoq ishlardan namuna olgan bo'lsak, shundan 23 ta oyoq ishda sifatsiz benzinlar chiqdi. 18 tasida asosan AI-80 markadagi benzin sifatsizligi aniqlandi. Bularga o'sha tegishli xulosalarni berdik, tavsiyalarni berdik. O'sha tavsiya bo'yicha sifatini qayta tiklash ilojisi bo'lsa, sifatini tiklab 1-dekabrgacha sotishi tavsiyasini berdik. Chunki 1-dekabrdan realizatsiya qat'iy to'xtatilgan, bu qonunda ko'rsatib o'tildi. Sifatini tiklab bo'lmaydiganlarni qaytadan zavodga topshirib, uni sifatini yana qayta tiklab boshqa markaga 92 yoki 95 markaga o'zgartirish bo'yicha tavsiyanomalar berganmiz. Aytib o'tdingiz, mana butun dunyoda o'sha azaldan voz kechilgan ekan. Nega biz shuncha yil kutdik? Nega oldinroq bu harakatlarni amalga oshirmadik? Avtomobilni tarixini qisqagina gapirib o'taman. Respublikamizga avtomobil kirib kelganiga ko'p yil bo'lmadi. Mana eslagan bo'lsangiz, Jigulilar 70-yildan boshlab, bu yog'i 80-yildan ko'paygan bo'lsa, kelishni boshlagan bo'lsa, endi 70-yillarda bizga haligi Moskvich, ZAZ boshqa karburyatorli avtomobillar, bular hammasi 80 ga moslashgan avtomobillar hisoblanadi. Mana keyingi 90-yildan boshlab o'zimizni avtomobillar ishlab chiqariladigan bo'lsa, ularni ham karburyatorlisi Tiko bilan Damas. Qolgani injektorli. Hozirgi ishlab chiqariladigan yuqori sifatli yonilg'ilarga moslashtirilgan. Bularga masalan 80 benzindan yuqorisini qo'yadigan bo'lsak, teskari proses ketadi. Masalan, ularda qizish, kuyish, masalan, uni harorati borda. 80 benzin 200 gradusdan 300 gradusgacha isiydigan bo'lsa, issiqlik chiqaradigan bo'lsa, 95-90 100lar esa undan yuqori. Bu haroratga o'sha dvigatellar mos emas. Demak, undan yuqori benzin qo'yadigan bo'lsak, ularda o'sha ishdan chiqish holatlari yuz beradi. Bunaqa avtomobillarning soni hozirgi kunda ishlab chiqaruvchi bizda bitta Damas qolgan. Damas avtomobili hozirgi kunda karburyatorli avtomobil hisoblanadi. Bularga masalan 80 benzini yoki unga moslashtirilgan yoki unga 92 benzin quysa ham bo'ladi. Men hisob kitob qilib ko'rdim. 80 benzinida mana shu Damas yuradigan bo'lsa 100 kilometriga 8-9 litr 80 benzin yoqadi. Agar 92-95 benzin quyadigan bo'lsa 7 litr sarflaydi. Narx jihatdan hisoblaydigan bo'lsak ham hozirgi kunda 80 benzinini narxi bilan ikkalasini solishtirsak 7 litr bilan 9 litrgacha hisoblaydigan bo'lsak narxi to'g'ri keladi. Yana qo'shimcha qilsam bo'ladimi? Chunki ular aytishi bo'yicha to'g'ri, juda ilmiy asoslari ham bor. Chunki foiz miqdorida aytildi, men o'shanga qo'shimcha ham kiritib ketay. AI-80 markadagi bilan AI-92 ning farqini ko'pchilikda tushuncha bo'ladiki, hozir ayniqsa mana AI-80 tugatildi, lekin AI-80 ni 92 qilib sotishadi degan xalqimiz orasida qanaqadir tushunmovchilik bor. Bular aytmoqchi, mana asosiy 2017-yildan keyin mana qo'shni davlatlarimiz bilan chegaralar ochilib, savdo-sotiq kuchaygandan keyin demak o'z-o'zidan o'sha avtomobillarning ham yangi turdagi turbina motorli ishlaydigan avtomobillarimiz kirib kelishni boshladi. O'zimizda ham ishlab chiqarish boshladi. Bu o'z-o'zidan
va bular aytmoqchi o'sha yoqilg'i turini o'ziga turbinli motor bilan atmosferniy motor deyiladi. Yoqilg'i turini tanlashga majbur bo'ladi. Chunki asosan atmosferniy motorlarda ham i80 ishlatiladi, i92 ham ishlatiladi. Ularning yonish qobiliyati ham agar atmosferniy mashinalarni oladigan bo'lsak, i80 ni portlab yonadi. Oktan soni deb o'sha detonatsiyaga qanaqa moyil darajada ko'rsatkichi bu o'zi aslida. i80 imiz portlab yonish hisobiga Porsche'larda o'ziga yarasha o'sha kerakli temperatura, rejim temperaturani saqlab qoladi. i92 bir me'yorda yonadi. Motor qismlarini ham uzoq muddat yarashini, mashinani ravon yurishini ko'rsatadi. Ham iqtisodiy jihatdan ekonom. O'sha hisobiga 92 da aslida yurganda bilaman, Damas misolida keltirdilar. Boshqa mashina, Cobalt, Gentra mashinalarida ham agar 92 benzinda yursangiz, mashinangizni texnik soz holati uzoq muddatga boradi. Mashinalarimizni mana modellari o'zgargan sari, demak 92, o'sha 95 markadagi benzinlarimizga talab ortgani bois birinchi masala o'sha ham talab kuchayganda sal narx ko'tarilish hisobiga bo'ldi. Har doim narxlar bo'yicha ham i80, i90 bo'yicha ham hududlarda Toshkent shahar, Toshkent viloyatida ham nazorat qilib turiladi bu narsa. Biz tekshirishimiz mobaynida 1-dekabrgacha bo'lganda i80lardan tahlil oldikda juda ko'p mana sifatsiz chiqdi. Endi mana bugun 1-dekabrdan buyog'iga olingan natijalarda endi 80 benzin yo'q. Bu narsa ko'rsatkich tushdi-da. 92-95lar u ham qanaqa? Ko'pchilik mana import mahsulotlari olib kelishadi, yoqilg'ilarni 92-95. Shu o'rinda tadbirkorlarimizga ham tavsiya berib ketardim. Rossiya davlatlaridan ko'pincha import qilib olib kelishadi, lekin aslida sifatli benzin olib kelishadi. Amaliyotdan shu narsa ma'lum bo'ldiki, sifatli Rossiyadan olib kelingan benzin yaxshi saqlash rejim talablariga amal qilmagani uchun oktan soni pasaygan va sifatini yo'qotgan. Ham talab ham iltimos qilib qolardimki, o'sha oyoq ishlarda sig'imlarga yaxshilab o'sha saqlash talablariga e'tibor bergan holatda va xalqimizga iloji boricha iste'molchilarga chiroyli sifatli mahsulot berishlarini istab qolardim. Mana hozir i80 ni o'sha 92 qilib sotishadi deb aytdingiz. Men ham eshitdim. i91 degan marka ham paydo bo'ldi deb aytishyapti. Bu o'sha 80 emasmi? i80 va i91 benzin markadagi benzinimiz ilgaridan bor. Lekin ularning ko'rsatkichlari o'sha oktan soni birinchi o'rinda bo'lsa, boshqa ko'rsatkichlari bilan farq qiladi. Shofyor sifatida ular benzinni o'sha ishlatib ko'rgandan keyin bilishadi. Uni oktan soni deganda ko'pchilik mana chirillab ishlaydi mashinalar, motorlar deyiladi. Lekin 91 qo'yganda u narsa yuzaga kelmaydi. Chunki oktan soni balandroq, detonatsiyaga kamroq bo'ladi-da, bir me'yorda yonadi. Keyin 91 benzin ko'pincha o'sha katta ob'yomdagi motorlarga ishlatishadi, chunki baquvvat hisoblanadi. Narxlar oshishiga ham to'xtalib o'tsak, taksilar, yuk tashish va buning oqibatida o'z-o'zidan mahsulotlar narxi ham oshishi kutilmoqda. Buni o'z misolimda ham sezdim. O'sha uzoq yo'ldan ofisga har kuni qatnayman. Xalq tilida poputka deyiladi. Taksi xizmatlaridan foydalanaman. Narx 5000 so'mga oshdi 1-2 kunda. Bu fuqarolarimiz uchun qaror chiqishi bilan o'sha 80 ko'pchilik xalqimiz orasida 80 benzin sotilmas ekan deb tushuncha bo'ldi. O'z-o'zidan talab ortgan sari bu narsaga narx sun'iy ravishda ko'tarilishi kerak deb o'ylanadi. Tadbirkorlarimiz bu narsani oldindan prognoz qilishgan, chunki tayyorgarlik bo'lib turgan, chunki sentyabr oyida o'sha 80 dan voz kechishimiz hisobiga hozir import bo'yicha 92-95 markali benzinlarimiz keldi. Oldin hatto 9,5 minggacha chiqib ketdi. i80 turdagi markadagi benzin o'zi narxi 92 ga yetib qoldi. 10,5 ming sotilgan 92 ga 80 benzin yo'qolgani bilan mana bilinib turibdiki, 1-dekabrdan buyog'iga o'sha narxlar, ya'ni 92 markadagi benzinlar tavsiya qilib O'zbekiston o'zimizda ishlab chiqarilgan markali 92 lar 10 ming, 10,5 mingdan sotilib turganini ko'rdik. Shunga mos ravishda import olib kelingan Rossiya mahsulotidan kelganlar ham unchalik qimmat emas. Oldin 11,5 ming, 12 ming sotilgan o'sha i92 import Euro K4, K5 markadagi benzinlarimiz hozir 11 mingdan ham, 10,5 mingdan ham tavsiya qilingan. Chunki tavsiya qilgan tadbirkorlarimiz ko'p, uni sotish kerak. O'zlariga olib kelgan o'sha zaxiralarda, hatto vagonlarda turgani ham hozir ko'pchilik o'sha biz ma'lumot bor. Demak, uni tezda sotish kerak. O'shaning uchun narxlar menimcha pasayganini sal his qilganda bo'ldik-da. Mana i80 dan voz kechdik. Buning natijalari qanchada bilinadi?
ekologik vaziyatimizda? Eng asosiysi meni qiynab keladigan savol o'sha atrof muhitga chiqadigan oltin gurt miqdori bilan juda o'ylantiradi. Chunki havo tomchilarida o'sha sulfit oksidlarini, sulfat kislota tomchilarini paydo bo'lishi bu kasalliklarga olib kelardi-da. Ko'plab o'pka kasalliklari, boshqa kasalliklarni olib kelardi. Bu narsa demak o'z-o'zidan Euro 4, K5 ekologik markadagi avtomobillarimizni iste'molga chiqarishni boshlaganimizdan keyin 3 kun 4 kunlik analiz natijalaridan ko'rib turibman, demak serini keskin ravishda bu degani o'sha 500 baravargacha kamayganini ko'rishimiz mumkin. 500 ppm gacha ruxsat beriladi o'sha K2 benzinlarimiz. Hozirda o'sha Euro 4 u narsa bu degani 10 ppm gacha ruxsat beriladi. Oldin o'sha 500 gacha chiqqan bo'lsa, 80 benzinlarimizda oltin gurti miqdori hozir K4 K5 da demak 10 ppm gacha ruxsat etiladi. Hozir даже 1-2 ppm da ham mahsulot tekshirganimiz natijasida ko'rdik, shu chiqayotganini ko'rdik. Aniq ma'lumot beraman deydi-ku, ochig'ini aytaman deydi-ku. Bizda institutimiz Yaponiya bilan birgalikda har kunlik havoni tarkibini o'rganyapmiz. Mana bu bugun emas. Bizda tadqiqotlar olib boramiz. Qanaqa elementlar kamayishi, qanaqa elementlar 16 xil elementlar havon tarkibida bor, zararli elementlar. Tadqiqotchilar bilan har kuni boramiz, toza filtr beriladi. Yaponiya texnologiyasiga asosida o'sha filtrlarni uskunalarga o'rnatadi. Ertalab o'rnatsa, bir sutka davomida o'sha havoni tarkibini, ma'lumotini yig'adi, olib kelib uni laboratoriyada o'rganamiz. Har kunligini. Bugun qanaqa, ertaga qanaqa. Hozir mana 80 da bugun cheklagan bilan hozir nima deydi, 80 atmosferaga qanaqa ta'sir ko'rsatayotganini bugun bilmaymiz. Benzokolonkalarda tugaydi, qachon ishlatib bo'ladi. Ana undan keyin o'sha tahlillarni olib, o'rganib chiqib, biz e'lon qilishimiz mumkin. Bu aniq faktlar bilan. Mana 80 yonayotgan paytida Toshkent shahrida mana bunaqa elementlar bor edi. 16 xil. Bugungi kunga kelib 80 benzin ishlatilmayapti. Bu elementlarning soni kamaydi deb biz e'lon qilib bera olishimiz mumkin. Tadqiqotni boshqa institutlar, hech qaysi institutlar bu darajada o'rganayotgani yo'q, aniq ma'lumotlar bilan. Elektromobillarga ham o'tish jarayoni jadallashtirilmoqda. Bu qanchalik real? Masalan, Norvegiya 10 yil deganda o'sha soliq imtiyozlari va bepul zaryadlash orqali o'sha dunyodagi eng katta elektroparkka ega bo'ldi. Bizda qanday rejalar? Qanday muddatlar? Endi bizda elektromobillarni ommalashtirishga ham katta e'tibor berilyapti. Ya'ni bu birinchi navbatda jamoat transporti bo'yicha to'xtaladigan bo'lsak, hozirda Toshkent shahar o'sha jamoat transportida 400 ga yaqin o'sha zamonaviy elektrobuslar bor. Dastur qilingan, ya'ni o'sha 2030-yilgacha yana o'sha 1000 ta elektrobuslar parkini kengaytirish. Endi elektromobillarni ham to'xtaladigan bo'lsak, ularda ham atmosfera havosiga ta'sir seziladi. Ya'ni bu faqatgina bog'liqki ularni zaryadlash uchun ishlab chiqarilgan elektr energiyasi jarayonida. Ya'ni bizda asosan o'sha elektr energiyasi bevosita o'sha gaz yoqilishi natijasida va yoki o'sha ko'mir va gidroelektr stansiyalardan olinadi deb hisoblaydigan bo'lsak, o'zidan elektromobillarga ham qo'shimcha elektr energiyasi uchun talab ortgandan keyin bu deylik o'sha issiqlik elektr markazlarida yoqilg'i hajmining oshishiga olib keladi va bu ham o'z navbatida atmosferaga tashlamalarning oshishiga sabab bo'ladi. Endi nol emissiyalar deb qarashi shu bilan bir qatorda shaharning shovqin darajasiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatganini bilamiz. Harakat davomida elektromobillar shovqinsiz harakatlanadi va bu ham shaharda qaysidir ma'noda aholi salomatligi, ya'ni o'sha ma'lum bir detsibel belgilangan endi sanitariya me'yor qoidalarida. Va bu ham o'z navbatida elektromobillar ham shovqin darajasiga nisbatan ham o'sha ifloslantiruvchi moddalar darajasiga nisbatan ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Elektromobillarni ommalashtirish uchun esa bir qator imtiyozlar berilgan. Menimcha bu bo'yicha deylik o'sha elektromobilda taksi qiladigan haydovchilarga bevosita yengilliklar berilgan. Shu bilan bir qatorda hozirda elektromobillarni import qilishga bojxona boji qo'shilgan qiymat solig'ini to'lash kifoya menimcha. Zaryadlash infratuzilmasi-chi qanchalik yetarli? Zaryadlash infratuzilmasi bo'yicha Vazirlar Mahkamasining qarori tasdiqlangandi, ya'ni aynan 444 va 443 sonli qarorlar va bunda o'sha butun respublika bo'ylab 2,5 mingga yaqin zaryadlash stansiyalarini o'rnatish va hozirda ko'rishimiz mumkin, aynan Toshkent shahrida bu yetarli darajada o'rnatilgan elektromobillarni quvvatlash stansiyalar va shu bilan bir qatorda elektromobillarni xarid qilish jarayonida bevosita ikkita zaryadlovchi stansiya qo'shib beriladi. Birinchisi bu o'sha yuqori kilovatli va ikkinchisi o'sha aynan uyda foydalanish uchun umumiy o'sha 220 o'sha standart voltga ishlaydigan stansiya va shu bilan bir qatorda butun respublika miqyosida o'sha asosiy M39 katta yo'l trassalari bo'ylab ham
har bitta deylik o'sha kafe va katta supermarketlarni oldida o'rnatilish majburiy qilib belgilangan va bu bo'yicha ishlar amalga oshirilgan. Ya'ni agar deylik Toshkent shahridan o'sha Voha tomonga harakatlansangiz, har bir metan zapravkalarida ham va shu bilan bir qatorda o'sha yo'l yuzidagi ovqatlanish shoxobchalarida ham zaryadlovchi qurilmalarni ko'rish mumkin. Ya'ni bu struktura o'zi rivojlangan va hali ham aynan o'sha elektromobillarni ommalashayotganligi sababli zaryadlovchi qurilmalarni o'rnatish ham ortib bormoqda. Mana shu elektromobilni yaxshi tomoni bor, yomon tomoni bor. Men yomon tomonini birinchi aytay. Elektrni biz hozir qayerdan olamiz? Qayerdan olamiz? Elektrni ko'mir yoqib olamizda. Bir yilda ko'mir qozonlari 5 million tonna ko'mir yoqib, mana shu elektrni berdi o'tgan yili 24-yilda. Bu yilga mana iste'molchilar ko'p, ya'ni elektromobillar ham ko'paydi. Bitta zaryadlaganda bir 45 kilovat degani endi buni haligi litrga sarflasa ham bo'ladi. Masalan, bitta avtomobilga 45 litr benzin ketadi-yu, unga 45 kilovat tok ketadi. Shunga solishtirasiz. Bitta avtomobil 45 litr benzindan 100 kilometrga 10 litr yoqsa, xuddi shu avtomobil, elektromobil 100 kilometrga 10 kilovat tok yoqadi, o'rtacha ishlatadi. Hisoblab ko'ring, shuncha elektrni olishi va minus taraflarini ham ko'rish kerak-da buni. Lekin stansiyalar bo'yicha comfortable tarafidan elektromobillar juda ham qulay. Masalan, men o'zim elektromobil haydayman. Viloyatlarga borib kelishda ham zaryadlash muammo emas, hech qanaqa tirbandliklar ham yo'q. Zaryadlash qurilmalarida challengelar, skidkalar e'lon qiladi. Arzon, masalan, shahar o'rtasida 3000 so'mgacha 1 kilovat tok sotadigan joylari bor, 1800 so'mgacha bor. Viloyatlarda 1500 so'mgacha bor 1 litr. Bu degani xuddi shu avtomobilga solishtiradigan bo'lsak, misol uchun 10 litr 100 kilometrga benzin yoqsa, 10 ming so'mdan olsangiz 100 ming so'm bo'ladi, to'g'rimi? Bu esa 10 kilovat oladigan bo'lsa 10 ming so'm bo'ladi. Demak, 100 kilometrga siz 100 ming so'mda borganingiz qanaqa, 10 ming so'mda borganingiz qanaqa? Lekin shu taraflari bor. Buni yechimlari bor. Albatta, agar buni quyosh panellarini qo'yib zaryadlaydigan bo'lsa, ekologik juda ham toza hisoblanadi. Quyoshdan zaryad olasiz, avtomobilingizga quyasiz va 100 kilometr marhamat bosib o'tavering. Hozir shunda energetika tizimimiz o'sha bardosh bera olmaydimi? Bunga ayniqsa qish mavsumlarida masalan. Qish mavsumida qiyinchilikka kelishi mumkin, lekin shuning uchun o'tgan yili kam qozonlar bo'lsa, bu yil ko'paytirilgan energiya bo'yicha. Endi hozir energiya bo'yicha mutaxassisimiz kelmadi shekilli, bu energiya bo'yicha yangi qo'shimcha o'sha yashil energiya bo'yicha topshiriqlar bo'lgan. Quyosh panellari o'rnatish bo'yicha imtiyozli subsidiyalar bor. Shamol orqali elektr energiyasini olish yo'lga qo'yilgan muqobil sifatida. Shu sekin-sekin ularni ham o'sha o'rnatishni boshlandi. Mana Navoiy, Jizzax, Samarqandlarda sekin-sekin o'sha o'rnini to'ldirib, energiya bilan, elektr energiyasi bilan o'sha ta'minlash rejalashtirib, rejalar amalga oshirilib borilyapti. Mana energiya oladigan tashkilotlar bilan hamkorlikda ilmiy yondashuv qilsa, masalan, hozir o'sha ko'mir o'rniga vodorod yoqish ham mumkin-da. Keraksiz ishlab chiqarilgan, ishlatilgan suvlarni vodorodga aylantirib yoqish mumkin. Juda ham yuqori energiya beradi. Muhtaram prezidentimizning qarorlari bor, vodorod energetikasini, muqobil energiyani rivojlantirish bo'yicha. Bu kelajak yonilg'isi hisoblanadi. Agar o'sha qozonlarni ham ko'mirdan vodorod yonilg'isiga o'tkazsa, bu narsa bo'yicha patent olindi. Tadbirkorlar o'sha suvni parchalab, elektroliz yo'li bilan vodorod olib, teplitsalarga shu yoqilg'i turishi qo'llanish boshladi. Vodiy tarafda bizni o'sha ko'rganimiz bo'yicha o'sha suvni parchalab vodoroddan o'sha yoqish hisobiga issiqlik hosil qilib, o'sha issiqdan teplitsalarga, issiqxonalarga foydalanish boshladi va patent ham olishdi. Shu ilmiy yondashuv deb aytib o'tdingiz, o'zi bizdagi vaziyatda o'sha transport chiqindilari bilan kurashish yo'lida qaysi chet el o'sha davlatlari tajribasi o'rganilgan va qaysi jihatlari bizda joriy qilinmoqda? To'g'risini aytaman, bizda mana respublikamizda juda ko'p transportni chiqindisini kamaytirish bo'yicha ilmiy ishlar olib borilgan. Men o'zim ham mana shu transportni chiqindisini kamaytirish bo'yicha ilmiy ish olib borganman, o'zim himoya qilganman
shu eng zararli dizelni atrof muhitga zararni kamaytirish bo'yicha qo'shimcha moddalar yoqishga mana vodorod qo'shimchasi bo'yicha ilmiy ish olib borganman va atrof muhitga tashlanmani 40%gacha bu dizelda. Benzin yonilg'ilarida atrof muhitga tashlanadigan zararli tashlanmalarni kamaytirish 50-60%gacha kamaytiradi. Jahon tajribasini oladigan bo'lsak, Yaponiya, Germaniya yonilg'ilardan, benzin yonilg'ilaridan уже vodorod yonilg'isiga o'tib bo'ldi ko'pchiligi. Mana даже 95-100 benzinlarni ham ishlatishadi kam miqdorda. Endi rivojlanyapti ular. Vodorodda yuradigan poyezdlari bor, avtomobillari bor. Yaqinda ham mana Turkiyada ham ana qilindi bu vodorodda yuradigan. Vodorod degani oddiy haligi so'z bilan aytganda xalqqa yetkazadigan bo'lsa, o'sha oddiy suvni quyasiz, parchalaysiz va suvda yuradi. Xuddi shunaqa. Yana yaxshi tarafi nimada? O'sha yongan suv qaytib havoda yana suvga aylanadi. Texnologik sxemalari murakkabligi uchun. Bizda joriy qilinmayapti shuning uchun. bizda U keyin qimmatga bitta narsa, bu yoqilg'i neft mahsulotlari oddiy texnologik sxema bo'yicha bo'lgani uchun hozir endi rivojlanish mobaynida bu narsalar ham bo'lsa kerak. Chunki mana internetlarda ko'rib qolamiz. O'sha vodorod avtomobillari chiqqani, lekin ularning hozir texnologiyasi juda murakkab, qiyin. Elektr toki bilan parchalab suvi va qanaqa bir avtomobilni o'zida ham parchalab, ham zaxira sifatida saqlab, ham uni yoqib, qanaqadir murakkab jarayonlari bor. Bu narsa bizga ham kirib kelsa kerak. Shuning uchun asosiy hozir neft mahsulotlarini yoqqanda tezda yonish hisobiga, tezda o'sha jarayonga yetib borishi va tezda issiqlik chiqarib, energiya chiqarish hisobiga yukni bir joydan ikkinchi joyga olib borish oson. Texnologiyasi. O'shaning uchun asosan neft mahsulotlari hozir ana dizel yoqilg'ilari dedilar, dizel yoqilg'ilari ham asosan o'sha yuk tashuvchi mashinalarga qo'yiladi yoki qishloq xo'jaliklarida o'sha og'ir mehnatlarni qiladigan, og'ir yuk tonnasi og'ir bo'lgan o'sha mashinalarda ishlatiladi. Issiqlik energiyasining tezda chiqishi va juda katta quvvatga ega bo'lgan o'sha bir haligi jarayonni hosil qilib berish hisobiga ishni tezda bajarilishi uchun albatta neft mahsulotlarini ishlatishga majbur bo'lamizda. Neft ham, suv ham, hamma narsa o'zimizni tabiiy boyliklarimiz. Ulardan faqat oqilona foydalanishimiz kerak. Nimani isrof qilsang, o'sha narsani vaqti kelib, ayniqsa tabiat bilan o'ynash bo'lmaydi. U narsa uchun ertasi uchun baribir qasos oladigan gap bor. Shuning uchun hamma narsani me'yorida oqilona foydalanilsa, tejab, tergab, ozgina isrof qilmasdan ishlatilsa, o'sha narsaning qadri baland bo'ladi. Har doim qadri baland narsa hurmatli bo'ladi. U siz bilan har doim do'st munosabatda bo'ladi. Rahmat, gaplaringizga qo'shilib qolamiz va barcha teletomoshabinlarimizni ham chaqirib qolamiz bunga amal qilishga. Bugun vaqt ajratib studiyamizga tashrif buyurganingiz uchun rahmat. Siz esa aziz teletomoshabinlar, UzReport TVni hamda ochig'ini aytganda shousini kuzatishda davom eting. Xayr.